Elektriklarga qachon aksiya bo'ladi? Ko'pchilik so'ragan faol elektrik aksiyasiga Nura Group jamoasi start beradi. Aksiya 20-oktyabrdan boshlanadi. Aksiyada ishtirokingizni tasdiqlash uchun xarid qilgan mahsulotlaringizni mana shunday ko'rinishda foto videoga olib, modellarini yozib, ism-sharifingizni tasdiqlagan holatda Telegram guruhiga jo'natasiz. Ushbu shart sizni aksiyada ishtirokingizni tasdiqlaydi va ballaringizni hisoblab borishda muhim hisoblanadi. Misol uchun, mana shunday birgina avtomatni xarid qilib, aksiya ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu avtomatimizga 2 ball beriladi. Nura stabilizatorlarini xarid qilib, 220 ball qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. 10 ming ball yig'gan ishtirokchi Nura Groupning Dubaydagi seminarida ishtirok etish huquqi va ushbu davlatda sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eslatib o'tamiz, aksiya davomida norasmiy 3 C sertifikatga ega bo'lgan chink mahsulotlari ishtirok etmaydi. Agar aksiya davomida mana shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, birinchisida ogohlantiriladi, ikkinchisida esa ballaringiz olib tashlanadi, uchinchisida afsuski aksiyada ishtirok etish huquqidan mahrum bo'lasiz. Ushbu aksiyamiz 20-dekabrgacha davom etadi. Barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Dubayda ko'rishguncha. Assalomu alaykum.